Xotiningdan qo'rqasan, xotiningdan qo'rqasan dedi. Men hech qachon xotindan qo'rqmaganman do'stlar. Chunki o'z vaqtida kirini yuvaman, nonini qilaman, ovqatlarni qilsam, qanday qo'rqaman xotindan? Azbek birodarim, xormang. Keling, Shu keling. ot turib ketadigan go'dangiz bor, lekin shu xotindan qo'rqib kir yuvasiz, doimiy. Aka, siz ham xotindan qo'rqasan deyapsizmi aka? Men bu yerda hech qanaqa xotindan qo'rqish haqida nima deyman, mavzu bo'lgan yo'q aka. Yo'q. Bu yerda aka men mana sovun reklamasiga kelganman aka. Reklamadanmi? Bir chekkadan kuzatib turing, men sovun polni arzon qilib beraman aka. Do'stlar, qadrdonlar, sovun ishlab chiqarish sexga kelganmiz. Xoloslar, apparatlar $700. Buni kampirligida hamma narsasi beriladi, faqat texnika bezopasligiga ozgina rioya qilmagan holatda. Mana uni $800. Bu polni o'ralgan apparatlari, yosh bola ishlasa ham bo'laveradi. Qo'llarda haligi ehtiyot qilib ishlasa bo'laveradi. Buni $800 O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Agar nima deymiz? Sero kerak bo'ladigan bo'lsa, serolarimiz 1 kilosi 11 ming so'mligi bor. Eng zo'ri, eng hidlari nima deydi, o'chmaydiganidan, ko'chmaydiganidan bo'ladi. Kirda yuvib 3 kun 4 kun yursangiz ham duh hisobmasdan bemalol hidi o'zida qoladi. Buni ham 500 kilo olganga O'zbekistonning hamma joyiga yetkazib bergan akalarimiz. Agar vodiy bo'ladigan bo'lsa 100 kilo 200 kiloga ham yetkazib berishaver ekan. Kimga mana shunday stanok apparat, ya'ni sovun chiqaradigan apparat kerak bo'ladigan bo'lsa yoki mana bunday serialari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa men kirda yuvib qo'yayin qolganini.